Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Uyğur məcburi əmgəki məhsullatları Avstraliyaga davamlıq kirməkdə. Amerika Uyğur məcburi əmgəki bilan münasibətlik deb ayıblab, jazo tizimligiga kirgizgan shirkatlar ishlab chiqargan minglab mahsulotlarning Avstraliyaga to'xtamay kirayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Muhofizachi gazetining 19 yanvar xabar qilishicha, garchi Amerika necha o'nlagan shirkatga jazo yurgizgan bo'lsa-mu, Avstraliyada metro qatnash vositalarining zapchaslarini o'z ichiga olgan bir qator mahsulotlarning importi davomli ko'paygan. Hukumat hujjatlarida oshkorlanishicha, Avstraliya Uyg'ur majburiy amgaki bilan munosabati bor deb bekitilib, tizimlikka kirgizilgan Xitoy shirkatlarining, jumladan Sydney metro qatnash vositalariga zapchas ta'minlovchi shirkatlarining minglab mahsulotlarining kirishiga yo'l qo'ygan. 2021-yili Bayden hukumati Uyg'ur majburiy amgakining oldini olish qonunini ma'qullagan bo'lib, keyingi yildan boshlab Sharq Turkistonda tijorat qilayotgan Xitoy shirkatlarini jazo tizimligiga kirgizib, mahsulotlarini cheklashga boshlagan, mollarini tutib qolgan. Ammo Avstraliya hukumati o'zining ittifoqdoshiga ergashishning aksiga, Amerika qora tizimligiga kirgizgan shirkatlardan kelgan minglab mahsulotlarning kirishiga davomli yo'l qo'ygan. Muhofizachi gazeti 2020-yildan buyon Amerikaning jazo tizimligiga kirgizilgan 8 shirkatning Avstraliyalik import qiluvchilarni material ta'minlaganligiga doir 3347 import xotirasiga erishgan. Bu shirkatlar import qilgan mahsulotlar ichida shtat hukumatlari ishlatadigan avtomobil batareyalari, poyezd zapchaslari, bexatarlik uskunalari, dori-darmak va yemaklik qo'shimcha moddalari, shundaqla printer uskunalari bor ekan. Hujjatlarda ko'rsatilishicha, Avstraliyaning bu 8 shirkatdan qilgan importi Amerika cheklama yo'li qo'ygandan keyin ko'payib, 2023-yili eng yuqori pallaga yetgan. Baliqchilik idorasidan elingan ayrim xotirlarda ko'rsatilishicha, Avstraliyaning dengiz mahsulotlari import qiluvchilari Washingtondagi foyda ko'zlamaydigan tekshirish guruhi qonunsiz okean turining tafsiliy tekshirishi orqali Uyg'ur majburiy amgaki bilan ishlab chiqarilganligi oshkorlangan Xitoy shirkatlaridan yuzlagan qatim mal kirgizgan. Xitoy-Pokiston munosabati qattiq sinoqqa duch keldi. Bexatarlik va Afg'oniston masalasi 2025-yili Xitoy-Pokiston munosabatini ig'ir sinoqqa duchor qilgan. Amerika ovozining 20 yanvar xabar qilishicha, Xitoy bilan Pokiston o'rtasidagi munosabat o'tgan yili bexatarlik, moliya va siyosiy masalalar sababidan jiddiylashgan. Islomoboddagi Pokiston Xitoy tadqiqot institutining raisi Mushohid Husayn Sayyid yangi yilda Xitoy-Pokiston munosabatida cho'ng davolg'ish bo'lmaydi deb mo'ljallagan. Pokiston 2025-yili 1 yanvardan boshlab 2 yillik BDT xavfsizlik kengashi a'zosi bo'ladigan bo'lib, Pokiston bilan Xitoy o'rtasidagi yaqin hamkorlik bu yerda namoyon bo'lishi mumkin ekan. Ammo u ba'zi murakkab masalalarning bu munosabatning qizg'inligiga ta'sir yetkazishi mumkinligini, bo'libmi bexatarlik masalasining alohida ko'zga chelikadiganligini aytgan. Bexatarlik masalasi Xitoy-Pokiston munosabatidagi jiddiychilikning asosli manbasi bo'lib, kanadalik analizchi, yozuvchi va ko'chmanlar advokati Aydan Smardonmo bexatarlik masalasining Pokiston bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatning jiddiylashishining asosli manbasi ekanligini bildirgan. U Amerika ovoziga, agar Pokiston hozirgacha yuz bergan 10 dan ortiq Xitoy fuqarosining o'ldirilish voqeasini hal qilmasa, bu masala 2025-yili texmo keskinlashishi mumkin. Pokistonning bexatarlik masalasi uning Xitoy bilan bo'lgan munosabatiga ta'sir ko'rsatadi degan. Bexatarlik masalasi atalmish Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori turining kechiktirilishiga sabab bo'lgan bo'lib, Pokistonning g'arbiy shimoliy va g'arbiy janubiy qismida yuz bergan hujum harakatlari tarafning iqtisodiy koridoriga munosabatli turlardagi hamkorligiga ta'sir ko'rsatgan. Xitoy raisi Xi Jinping o'tirg'i qo'ygan bir balvoq bir yo'l savdo tashabbusining muhim tarkibiy qismi bo'lgan Sharq Turkiston Pokiston iqtisodiy koridori turida ko'p yildan beri ilgirlash bo'lmagan. Analizchilar Pokiston hukumati qurilish qilayotgan Xitoy ishchilariga qaratilgan tahdidni tugatmaguncha bu turning davomli to'xtab qoladiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy rejimi Xitoy ishchilarining Pokistonda o'ldirilish voqeasiga keskin inkas qaytargan bo'lib,
Xitoyning yuqori darajalik amaldorlari va tashqi ishlar amaldorlari Islomobodni qayta ogohlantirib, agar Xitoy xizmatchilari va yuqori darajalik amaldorlarga qaratilgan hujumlar davomlashsa, Xitoyning Pokistonda yangi mablag' selishni to'xtatadiganligini bildirgan. Agar bexatarlik vaziyati yaxshilanmasa, bu kelgusida Pokistonga texmi cho'ng besim elib kelishi mumkin ekan. Xabar qilinishicha, navbatda Xitoy Afg'onistondagi mavjudligini kuchaytirgan bo'lib, jumladan Sharq Turkiston bilan chegaralanadigan Vaxan koridoriga yo'l yasab qurilish qilgan. Amerika boshchiligidagi Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti qismlari 2021-yili Afg'onistondan chekingandan keyin Xitoy Taliban bilan yaqin munosabat o'rnatgan bo'lib, bir qancha o'rinda qon qazish kelishimi tuzgan. Xitoy navbatda Sharq Turkiston bilan Afg'onistonning Badaxshan o'lkasini tutashtiradigan Vaxan koridori yo'lini yasagan. Bu koridor rayondagi xatarlarni, jumladan Sharq Turkiston Islom partiyasidan kelgan tahdidni kuzatish va kontrol qilishdan sirt, Afg'onistonning qon boyligini Sharq Turkiston orqali Xitoyga to'shishdimi intayin muhim rol o'ynaydi ekan. Kelishim bo'yicha 90 falastinlik mahbus qo'yib berildi. Isroiliya bilan Hamas o'rtasida imzolangan urush to'xtatish va asir almashtirish kelishimiga asosan 90 falastinlik tutqun qo'yib berilgan. Neperi to'rining 19 yanvar xabar qilishicha, ikki taraf tuzgan kelishimdan keyin G'azza xalqi qisqa muddatlik xushallikqa cho'mgan bo'lib, 3 isroiliyalik ayol qo'yib berilgan va 90 falastinlik tutqundan ozod qilingan. Isroiliya armiyasi G'azzaning Rafah rayonidan Misr G'azza chegarasidagi Filadelfiya koridoriga chekingan. Nurg'un falastinliklar uylariga qaytib, majburiy tark etgan uylarining xarobiga aylanganligini bayqagan. Bu 3 bosqichli kelishim urushning mangulik oxirlashishini kafolatga ega qilishni maqsad qiladi ekan. Ammo 2 va 3 bosqich haqidagi tafsilotlar texnicha aniq emas ekan. Hamas Isroiliya bilan tuzgan urush to'xtatish va asir almashtirish kelishimiga asosan oldi bilan 3 isroiliyalik asirni qo'yib bergan bo'lib, Isroiliyami kelishimga asosan yangi qadam tashlagan. Xabar qilinishicha, Hamas tarafidan qo'yib berilgan 3 asirning badaliga G'arbiy qirg'oqdagi Ramalloh shahri yeniga joylashgan Ofir harbiy turmasida tutib turilayotgan 90 falastinlik qo'yib berilgan. Falastin tarafining xabar qilishicha, Isroiliya tarafidan qo'yib berilgan tutqunlarning 69 nafari ayol, 20 nafari kichik bola, 1 yosh yigit ekan. Qo'yib berilib erkinlikka erishgan falastinliklarning 78 nafarining ishg'ol ostidagi G'arbiy qirg'oqdan, 12 nafarining ishg'ol ostidagi Sharqiy Quddusdan ekanligi bildirilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Hamasning harbiy qismi bo'lgan Izzuddin al-Qassam brigadasi G'azza rayonida urush to'xtatish va asir almashtirish kelishimining kuchga ega bo'lishi bilan 3 isroiliyalik asirni qo'yib bergan. Isroiliya armiyasi ularning Isroiliyaga yetib kelganligini e'lon qilgan. Navbatda xalqaro jamiyatning diqqati kelishim bo'yicha dastlabki bosqichda 90 falastinlik tutqunni qo'yib berishni va'da qilgan Isroiliyaga markazlashgan. Hamas siyosiy byurosi a'zosi Muhammad Nazzal Qatarning poytaxti Dohadagi urush to'xtatish muzokarasining kelishim nuqtasiga kelishida Turkiyaning ta'sirining nihoyatda cho'ng bo'lganligini aytgan. U Dohada turishliq Hamas siyosiy ishxonasida bergan bayonotida G'azzada urush to'xtatish kelishimi muzokaralariga Turkiyaning har doim yaqindan ko'ngil bo'lganligini bildirib, Turkiya hech qachon bu muzokaralardan yiroq turmadi va bo'libmi yaqinqi oylarda yaqindan kuzatdi. Isroiliyaning Turkiyaning unumli roliga to'sqinlik qilishiga qaramasdan, biz har doim Turkiyaning bir amal qilib muzokara jarayoniga aralashishi kerakligini aytdik degan. Koreya prezidenti qo'lga olindi. Koreyada harbiy holat e'lon qilish bilan munosabatlik tekshirishga asosan prezidentlik vazifasidan elib tashlangan Yoon Suk Yeol qo'zg'olonga yetakchilik qilish va huquqini suiiste'mol qilish jinoyatlari bilan qo'lga olindi. Yoon Suk Yeolning qo'lga olinishidan keyin uni qo'llovchilar sud binosiga besib kirgan va soqchilar bilan to'qinish yuz bergan. 45 namoyishchi qo'lga olingan. Yoon Suk Yeol qo'lga olish markazida tinch namoyish qilish chaqiriqi e'lon qilgan. Navbatda Oliy taftish idorasi namoyishlarni tekshirish uchun guruh qurgan. Yoon Suk Yeol 15 yanvarda nazoratga ilingan bo'lib, u so'roq jarayonida ifoda berishni rad qilgan. Yoon Suk Yeol 2024-yili 3-dekabrda harbiy holat e'lon qilish sababidan qo'zg'olon va vazifani suiiste'mol qilish gumoni bilan tekshirilayotgan edi.
Hörmətli görürmənlərimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz bu yerdə axırlaşdı. Ətik proqramımızı görüşükcə aman boğayslar. Assalamu alaykum və rahmetullah.